ehtiyot qiling. Shohim ukajonim, o'zingizni ehtiyot qiling. Burningiz bilan qulog'ingiz qolibda uzr hazil. Mashalloh, hazillari ham bor bo'lsin bu obunachilar. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Kommentariya bilan mashg'ul edim. Uzr minbor hammanglarda bugungi juma muborak kun bilan tabriklayman. Hammanglarga kuninglar xayrli, fayzli, barokatli bo'lsin. Challenge'imiz davom etyapti. Challenge tanlovlari bilan Xudo xolasa ovoraman. Bizga yoqqan, hazil omiz qilgan, yozgan kommentariyalarni ham o'qib, ko'nglimiz ko'tarilib, Xudo xolasa xursand bo'lib o'tiribmiz. Diloram opamiz yozgan ekan. Endi qandaydir xayrli ishlarda shu elda xizmatida yurib o'zimizga qarolmayotgandirmiz. Nima qilyapsiz, shohim? Kommentariyalar o'qiyapman-da. Kommentariyalarni o'qib, opalar, akalar, hojdadalar kommentariyalarda chiroyli qilib yozganiga hozir o'qib o'tirdim. Shohim kommentariyaga maza qilib assalomu alaykum. Mavluda Mirzayeva degan obunachimiz yozibdi. Mana Sardorbek, yigitning guli. Omonmisiz? Charchamang. Doimo duodamiz. Boringizga shukr. Ertaga jumaning fayz va barokati sizga ilohim. Boshingizga dardni, ko'zingizga namni, o'zingizga g'amni ko'rmang. Bolam deb Sirdaryolik Mavluda Mirzayeva deyapti. Mana shu kommentariyalarda endi shohim menga dicha nima qildinglarda kommentariyalardan o'qib beraman. Kommentariyalardan o'qib beraman. Mana shu 5 ta o'qigan kommentariyamizga hozir mana shu kelgan 5 qop keladi. Har bitta kommentariyasiga bir qopdan bo'lib qo'yaylik. 18 ming so'm bo'lsa ham uyda o'tirib ehson qilgan bo'ladi. Challenge hali ham davom etyapti. Obunachilar bilmayapti buni. Yozmayapsizlarmi kommentariya? Shohim kommentariya o'qib maza qiladi. Hozir 5 ta kommentariya tanlab olibdi ichidan. Chiroyli yozilganlar. Chiroyli yozilganlarni tanlab mana hammasi. Qayerlardan bo'ldi endi u anaqa manzillar? Endi yana bitta narsa aytib o'taman. Sirdaryolik mana Hojonamiz. Qirg'izistondan bitta obunachi kuzatuvchimiz bor. Qo'shni davlat ketdik. Qo'shni davlat. Hammasini ko'rsatib ketaman. Haligi tezlikda o'qib ketishsam nima bo'lyapti-da? Hammasini kuzatib bormasiz yana bo'lmaydi. Mana o'qing-da. Shu nimalarni o'qing-da obunachilarimizni. Ultash Daurrenova Qozog'istondan ekan. Allohning nuri jaxsin bavurlar deyapti. Qozog'istondagi mana shu obunachimiz eshitib kuzatib o'tirgan bo'lsa, sizni nomingizdan bir qop kafilkili o'tdi ehson bo'lib. Alloh daryoda qabul qilsin. Bitta Sirdaryodan, bitta Qirg'izistondan, bitta Qozog'istondan bo'ldi. Hozir. Endi ikkinchisini o'qing. Nima? Onasinimi? Yo'q, mana. Shohim baroyi kor, xudovandi mehribon dar, panoxush nigoh dar deyapti. Tojikistonlik bu obunachimiz ham chet davlatdan kuzatib boryapti-da. Aynan. Uchta davlat, to'rtta davlat. E'tibor qilib, shunchalik bizni hali ko'nglimizni ko'tarilsin deb arzimagan vaqtini ajratib yozdimi? Bu insonning nomidan ham, sizning nomingizdan ham bir qop kafelkili, Alloh rozi bo'lsin, ehsonga o'tdi. Keyin yana qaysini o'tkazdi? Mana shu-da. Mana. O'rtada. Shohim ukam, o'zingizni ehtiyot qiling. Burningiz bilan qulog'ingiz qolibdi. Uzr, hazil. Mana shunaqa qiziq hazillar bor-ku. Bular hamchi odamni sal bo'lsa ham kayfiyatini ko'taradi-da. Diloram opa ekan. Diloram opa, rahmat qilgan hazillarga. O'tgan kuni bir qiziq hazil ham bo'ldi-da. Kommentariya o'qib o'tirsam, shohim yaxshi inson ekan. Qani endi shu insondan bir ko'proq zurriyat ko'rsatadi deb hazil qilishdi. Endi bu qasr ma'noda hazil baribir. To'g'ri tushunamiz. Obunachilar
iloyim sizlar duolar ijobat, bizga ham farzandlarimiz kamida eligi yurtiga xizmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishsin. 3 ta o'g'il farzandim bor, Alloh bergan. Kendangi salom Xudo xolasa ularni ham shu o'zimizdan qo'limizdan kelgancha otamiz bergan tarbiyani davom etkazib ketyapmiz. Xudo xolasa bu yigitlar ham katta bo'lib, elini, yurtini koriga yaraydigan farzandlar bo'lib yetsin, duo qilib qo'yasizlar. Bu uchinchisi, hozir 3 ta bo'ldi, 4 ta bo'ldi. 3 ta bo'ldi. Sirdaryolik, Qirg'izistonlik, Qozog'istonlik. Yo'q, Sirdaryolik, Qozog'istonlik, Tojikistonlik. Qirg'iziston degan bo'ldi. Qirg'izistonlik bo'lmadi hali. Shoh o'g'lim Pirekitga kelishingizga nurday, chaqmoqday ko'rib kirib kelasiz. Allohim ota-onangizni, oila a'zolaringizni o'z panohida asrasin. Amin. Samarqanddan salom deyapti. Mana bu qo'shni viloyat. 4-inchisi 5-inchisiga o'tkazing. Уже yana Mavluda Pekit bo'ldi, Mavluda Mirzabek. Bu yoqqa o'tyapsizmi? Ana. Shohim shoh desa shoh ekansiz. Ivan Grozniyga yarim davlat bizlarga bering desa, olavering, shu yerimiz kamaymaydi, olavering deydi. Siz ham davlatim kamaymaydi, beraveraman deydigan erkak ekansiz. Ilohim farzandlaringizni rohatini ko'ring. Ota-onangiz bilan katta hajlarga borib, Ilohim, amin. Labbaykani aytish Amin. sizga nasib ro'za aylasin, azizlarim, deyapti. Kim ekan? O'g'loy Rajabova opamiz. Ana shu obunachi opamiz juda ko'p yozadi. Qiziq. Mana O'g'loy opa yoki O'g'loy xolamizda. Siz ham kuzatib borayotgan bo'lsangiz, sizning nomingizdan ham bir qop ekson bo'ldi. Alloh daryoda qabul qilsin. Men sizlarga qilayotgan ana shu tavsiya qilib, mana shu challenge davom etkazayotganimiz sababi ham shu. Uyda o'tirgan holatda ehson qilishyapti. Alloh daryoda qabul qilsin. Keyingi kelganingizda ham kommentariy men qilayotganlarimga mingdan-ming roziman. Men bularni nomidan qilayotgan bo'lsam ham mingdan-ming roziman. Alloh rozi bo'lsin. Bularni nomidan ham bo'lsin ehson. Haligi faxrlanib o'zlarini ko'niga nima deydi, xotirjamlik qilib o'tirishsin. Keyin kommentariyalardan 5 tasini mana Xudoga shukr rag'batlantirdik. Keyingi masalamiz bir eslaysizmi, eslamaysizmi? Meni shohim deb tanigansiz. Jigar degan odamingiz bormi yo'qmi? Jigar deydigan. Atini keyin aytaman, topsiz. Obunachi. Obunachi. Juda hurmat qiladi. Uzoq yillardan beri kuzatadi. Sanjar ekanda. Ya maşallah, tanidingiz. Sanjar aka alangali salom aytdi ustalarga, hammalarga, obunachilarga. Sanjar akamiz mana shu ekranda qo'yilgan yozuvlardan internetlarimiz topibdi. Karta tashlab bering, ukajonim, meni ham qiladigan ehsonim bor. Mendan so'radi. Ha, ehsonim bor dedi. Boshqa ishim bor. Surpriz qilib olib kelmoqchi edi, mana topib oldingiz. Alloh xayrli qilsin. Sanjar akamiz ham ota-onalari yoshi katta ekan, ota-onalarimizni haqqiga duo qilsin obunachilar. Ha, keyin Sanjar akamni gapingizni bo'ldim. Jiyani bor, opasinimi, opasini bolasi, qizi. Ha, qizi. Shu qiz dicha avval kamerani to'g'rishin, avariya bo'lib nima bo'lib qolgan. Duo qilib qo'yinglar. Oldindan proyektlarga yordam berib, duo so'ragan, duo berganmiz. Ancha yaxshilanyapti uka deb ko'p marta aytadi, shu jiyanimni duo qilib qo'ysin deb. Men ota-onalarning haqqiga o'zlari musofirda kafel bosib, mana shunaqa proyektlarga ehson qiladi. 5000 rubl, 10000 rubl qo'ldan kelguncha. Mana hozir nima bo'ldi aka? Sanjar akam. Sanjar akam aytavering. Sekir olasizmi? Ha. 5 ta demaymiz, 10 ta demaymiz, 20 ta ham demaymiz, 30 ta ham demaymiz. Anaqadan bo'lib ketyapti. 50 ta penablok ehson qildi aka. Sanjar akamning nomidan 50 ta penablok mana shu joyga ehson bo'ldi. Siz aziz kuzatuvchilar, Sanjar akamning ota-onasiga mana shu kichkinagina norasida jiyani bor ekan, qiz bola
mana shu qizchani haqqiga duo qilib qo'ysanglar yetadi ekan, Allohning yo'lida qilgan ehsonlarimiz dedi. Sanjar akamga rahmatlarni kommentariy orqali yetkazasizlar. Xudo xolasa, duo qilib qo'yinglar Sanjar akam. Endi yana bitta sirni ochsam, surpriz qilsam, unga nima deysiz? Yana bormi? Yana borda. Jizzaxga, umuman O'zbekiston bo'ylab sayohatlarda chiqqaninglarda Jizzax viloyatiga kirishda eng birinchi ko'rishib o'tgan odamni eslay olasizmi? To'g'ri, isloming. Ko'pchilik bilan ko'rishganmiz-da. Ko'pchilik. Chunki men Jizzaxga qachon kirib qolganimni ham bilmasdan ko'rishib ketganman. Yigitlar shoshilib ketayotgandim, farzandim Banisada edi deb sizlarga uzrini aytib ketgan ekan, keyin boshqa obunachilar bilan ketganlardan keyin ko'risha olmay qolibsizlar. Jizzax viloyatidan obunachimiz ismini aytmasangiz ham mayli degdi. Aytaymi, aytmaymi, bilmayman. Aytaver. Vahobjon akamiz sizga yana 10 ta demaymiz, 20 ta ham demaymiz, 50 ta penablok ehson qilib mana shu joyga Alloh roziligi uchun duo talab ekan. Farzandlari hozir Banisada ekan, qiz farzand ekan. Shu davolanib licheni olib turar ekan. Shu farzandimga ko'pni duosi ijobat, ko'pni duosi bilan yer ko'karadi, el ko'karadi. Meni ham farzandim Alloh shifo berib, ilohim bag'rimizga sog' salomat qaytib qolsa deb omonat qilib aytdi. Vahobjon akamning nomiga ham 50 ta penablok mana olib keldik. Xudo xolasa ehsonlarni qabul qilsin. Ilohim. Farzandini haqqiga duo qilinglar. Meni nimaga qiz farzand deyman, meni qiz farzandim yo'q. Alloh taolo shu tomondan qisgandir. Lekin Allohga shukr 3 ta o'g'il farzandim bor, orqasidan kelgan kelin demaymiz. Faqat qiz qilib qabul qilaman. Inshaalloh. Alloh hali kechmas u. Bitta duo qilib qo'yilib, bitta qiz ko'rib olsin. Mayli, obunachilar ko'pni duosi ijobat. Nima? Keyin ana, yuringda sizni topshiraman. Qani? Behruz bor, zaryadga napchik, menga ulab oling. Men olib yuraveramiz endi, zaryadimiz qolmay qoldi. Bitta demayman, ikkita demayman, 3 ta demayman, 4 ta qizim bor aka. Mashalloh aka, xayrli qilsin. Baxti, taxti bilan soliha qizlar bo'lib, ota-onasini jannatlarga olib kiradigan, jannatlarda eshigini tagida deydi. Nima deydi? Parda bo'lib to'sib turadigan farzandlar, qizlardan bo'lib yetsin. Ilohim. Tog'am alingda bitta ikkita qiz ko'rib urishadi-yu. Anaqa nomard dadalar. Shunaqa emas-da. To'rala qizini emas. Mashalloh aka, xayrli qilsin. Jannatlarda Xudo xolasa to'ralasi ota-onasini qo'llaridan yetalab olib kiradigan farzandlar, soliha qizlar bo'lsa. Endi haligi qizim bor deb maqtansanglar meni yig'lagim kelib ketadi. Xudoyim menga qiz bermagandan shuning uchun. Elingda top aka. Yonmay o'tiringlar, yonmay. Yelkalarimni olib qo'ysangiz, yaqinda qiz ko'rib oling kamera. Ya, ishi bor, boshqa ish bor. Keling endi siz. Keling. O'zgaraylar. Kim katta mana shu? Eng katta odam kim, yoshi katta? Qizi ko'plar qarimaydi degan. Eng kattasi tog'am ekan hozir. Eng yoshi ham. Keyin Sirojin ekan. Sirojin ekandan kattaroq ekan. Shohim tog'amdan kichkina ekan hozir. Mana kam video chiqib qoldi hozir. To'g'ri. Zaryatiga shunda bilib. Keyin aka, boyagi Jizali akamizni gap bilan nima bo'lib qoldik? Jizali akamiz ham sizga 50 ta penablok ehson qildi-da. Xatamjon ukamizga ham surpriz qilamiz deb aka. Kartamizga 600 ming so'm oshiqcha pul tashadi. Xotamjonni proyektiga. Xotamjon ham kuzatib borayotgan bo'lsa, obunachilarga aytadi.
Vahobjon akamiz Jizzaxdan farzandini haqqiga, Allohning yo'lida qilayotgan ehsonlariga duo qildirib qo'yadi. Duo qilib qo'yinglar qadrdonlar. 4 5 6 Vahobjon akam nomidan Xotamjonni proyektiga. Bu Xotamjonni Bizga omonatni yelkadan kecha gapda aka. Xotamjonni mana yana 400 ming puli ham bor. 400 ming. Alloh xayrli qilsin. O kuni bir akamiz 400 mingdan 800 ming ikkala proyektga tashlab bergan, videoda aytdim. Duo qilib qo'yasizlar. Mana 1 million bo'ldi Xotamjonni puli. Endi borganimizda olib beramiz endi. Endi o'zi keladi. Bu safar o'zi kelsin-a, yozib olinglar kommentariyaga. Endi obunachilarimizdan shaxsiy iltimos qilsak bo'ladimi? O'zimni haqqimga emas. Kommentariyalarning ichida o'qidim. Bir sinimiz 12 yildan beri, 12 yil hasakan vaqt emas-da, 12 yil. 12 yildan beri farzand talab ekan. Hozir chet davlatda 3 yildan beri litseyni olib davolanyapti ekan. Umid faqat Allohdan, lekin sababini qilay deb yozibdi-da. Kelinglar obunachilar. Shu sinimizga ham mayli, buguncha menga duo qilmasanglar ham mayli. Shu sinimizni haqqiga shunaqa chiroyli bir duo qilinglar. 12 yildan beri nima kasal? Farzandsizlik. Farzandsizlik. Bu juda katta muddatda. Bitta ayol uchun keyin bo'ldi. Mana kecha Buxorolik ukamiz 5 yil, 6 yildan beri farzandsiz bo'lganiga qancha duo qilyapmiz-da. Bu muddat teng barobar ko'p-da. Men to'g'risi gap ko'nglim bo'shab ketdi shu kommentariyani o'qib. Shuni iltimos qilaman obunachilardan deb keldim. Mana iltimos sizlardan. Ana shu singlimizni ham haqqiga shunday bir duo qilinglar. Alloh taolo haligi va'dasi bor-ku, sen so'rasang men bermaslikka hayo qilaman deydi-yu. O'zi hayo qilib qolsin-da, egizak farzandlar bersin. Qizdir, o'g'ildir, elini, yurtiga choriga yaraydigan, ota-onasini ko'zini quvontiradigan solih farzand bersin. Qizdir, o'g'ildir, uni Alloh o'zi nima qiladi-da. Kelinglar obunachilar, sizlardan shaxsan men ana shu sinimizga g'oyibona haligi dilga botgan iltimosini aytdim. Shu ayol sinimizga ham duo qilib qo'yasizlar. Qadrdonlar, hech kim esdan chiqarmanglar. Sanjar akam, mana Vahobjon akam, Shohim o'zini, Abduvohab akam, mana 50 ta pena bloy. Bu oilaga 600 ming so'm Xotamjon proyektiga. Undan tashqari 12 yildan beri befarzand ekan u akamizni. Hamma odamga alohida hojonalar, oshtog'alar alohida kommentariya yozib bugun kommentariyani 2000 ta qo'yaylik bugun. Shu insonlar duo qilinglar. Keyin mana shu ishlayotganlarni ham duo qilib qo'yinglar. doim ko'p duosi baribir ijobat. Mana shu bolani ham duo qilinglar, mana shu bolani. Ko'pta duosi ijobat deydi-yu. Sizga ham surpriz bor aka. Ha? Qani? Menga o'xshab qoldirasiz? Qo'ldiraman. Mana nima gap keldingiz siz? Ye, Taqdirimiz yetamyapti. Dilshodbek. Qadrdonlar, Shohim dipsat kelgan. Dipiz, xomga, lombozga. Qani, bir ochilsin qilaylikchi. Ochil dasturxonni ochaylik endi obunachilarga. Hammasi qiziqayotgandi, bu nimaga buyurishga olib keldi deb. Yomg'ir yog'yapti-yu. Bo'ldi, ha. Qani? Ochil dasturxon. Mana. Meraq kelinglar. Kechi kameraga yaqinroq bo'laman. Keldim aka. Salomatmisizlar? Assalomu alaykum. Xushkelsizlar. Salomat, yaxshimisizlar? Ozgina uzoqroq keldi. Yaxshi. Niyat xolis bo'lsa, masofa shu muhim emas. Qadrdonlar, mana duo qilib qo'yinglar. Dilshodbek, oshnasi, ya'ni akamiz, ular Namangandan kelishdi, Namangandan. Bugun yomg'ir yog'yapti, mana sovqatyapti so'z hammamiz. Lekin yomg'ir demasdan bugun mana shu xolamizning uyiga nimasini
Seni lombozini quyib beraylik deb kelishdi. Bu yana shoxi mana gipsda olib keldi. Xudo xolasa hozir boshlanadi. Dilshodbek ukamiz ham duo qilib qo'yinglar. Shu nomeriga telefon qilib duo qilaverasizlar. Akkauntlarni yozdik. Mana. Oho, Damas'ga. Yana yozib bersinlarga mashinamga. Instagram Tomga Pena. Mana chiziqchalarni ko'ryapsizlarmi? YouTube, mana shu YouTube'ga obuna bo'lib qo'yinglar, qadrdonlar. Kommentariyaga silkasini qo'yamiz bugun. Ko'k silka. Bitta bossanglar kanalga o'tib qolasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Tomga Pena quyish xizmati degan kanal bor. Keyin mana shu nomerga telefon qilaverasizlar mana. 33 298 40 azillarni esdan chiqmasa обязательно qo'yib bitadi. Yaxshi yo'ldinglarmi? Rahmat aka. Ilanma. Assalomu alaykum Rustamjon akam va obunachilari, xudo xolasa keldik. Bizni kommentariyamizga ham o'tib boringlar deyishdi. Kecha oshnamiz to'y edi, kecha kela olmadik. Yana bugun keldik xudo xolasa. Bugun xizmatdamiz. Videoda aytayotgandim, oldingi videomda 10-15 ta ishi bo'lib turib, ashishini bugun oshnasini sazashdimi? Shunaqa. Sazashdida borib foydalanib olaylik. Oshnasiga ham aytaverasiz. Xudo xolasa. Kecha boshqa kishimniki, ertaga boshqa kishimniki. Ikkita sinfdoshimiz ketma-ket uylanyapti. Ashini orasida kelib mana qilish Ikkitasi beryapti. o'rtasida keldik. Ana shu ustalarni ham duo qilib qo'yasizlar, xudo xolasa kommentariyada. Sinfdoshlarim bular ham. Uni akam sinfdoshisiz. Sinfdoshimiz. Tez o'sib ketgan ekan-da. Sinfdoshlar. Doim oshnalarim bilan keladi. Hali yaxshi bolani oshnalari ham yaxshi bo'ladi. Qaranglar mana Ono akamiz doim keladi. Bu 4-proyektmiki kelib qatnashadi. Mana bu akamiz duo qilib qo'yasizlar oshnalarni ham. Yomg'ir yog'ardi shohi. Xudo xolasa endi sizlarga ishlarga rivoj biz borib qo'yan ishlarni qilaylik endi shohim. Xudo xolasa el yurtni duosini oldik Surpriz inshaalloh. bilan kutaman sizni yana. Xudo Nomeringizni xolasa. qo'yib qo'yaman. Xudo xolasa. Ko'pchilikka oson. Kamchiliklarni aytib qo'yaymi? Bir chekana. Reka, straper, shipper. Yana blok kerak yana. Endi meni mitiga paytaymi? Hali obunachimiz yozdi-yu, shoh deysan deydi-yu. Ey, men beraveraman aka. Menga Alloh qanday qilib beradi, o'zi hal qilsin. Kamini ayting, Alloh yetkazadi. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha qilamiz. Qadrdonlar, ham lekin oson emasligini aytib qo'yaylik. shohim bilan birga surpriz qilaman deganlar, aloqaga chiqaverasizlar shohimga. Xizmatdamiz. Omonat Tena blok olaman. Sifatlisini videolar ham mana shu 3727 nomeriga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa. Sizlarga Alloh kuch-quvvat bersin. Ishlarni ilgari qilsin. Hamisha Alloh panohida saqlasin. Dilshodbek, tushirmay turaveramiz shekilli, sal tam olsin. Xudo xolasa kutadi. Hammaga alangali xayr. Rahmat. Qadrdonlar, boshqa go'zalligiga e'tibor beringlar. Hojon ham chiqardi qo'shni, o'zi bitta aytdim-ku, yaxshi qo'shnimiz bor edi. Mo'g'olaydi. Aka nomi nima buni? Aliviyami? Aliviya. O'ta yaxshi ko'raman. Bu o'zimizni Shikarob. Tanjon sog' bo'lsin, duo qilib qo'yinglar. Hojon ham o'zini ishidan voz kechib, bozorlarga chiqmasdan mana shuna nima qildi? Dilshodbek! Tushinglar, osh sovib qoladi. Qadrdonlar, Rustamjon TV kanaliga o'tasizlar bundan keyin. Tom jarayonlarini, qanapeni quyiladi, polning ko'rsatamiz. Bu videomiz cho'zilib ketib qolar ekan. Sog' bo'lib turinglar, salomat bo'lib turinglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Ekranga like bosib, kartalarga befarq bo'lmay turinglar. Xudo xolasa mana ishimiz tezlashib ketyapti buni buyog'iga. Tezroq tugatish harakatida bo'lamiz. Xayr.